Assalomu alaykum, Top Cross magazinimizga yengilliklarimizga keldi. Skecherslarimizga kelgan. Dizaynlarga ahamiyat beringlar. Yangi dizayn 2025. Juda ham yengil, yumshoq, sifatlari ham juda ham zo'r chiqqan. Ranglari bejiga qora kombinatsiya, temniy siniga seri, qoraga seri, imam rangiga bitta ahamiyat beringlar. Alohida bunaqa rangli skechersni topish juda ham qiyin. Seri, berizoy, baloti kombinatsiya qilingan. Juda ham zo'r chiqqan. Ko'pchilik so'ragan akalarimiz uchun qop-qora rangini ham olib keldik. Ko'rsanglar bo'ladi. Imamnaqa loshkali varianti ham keldi. Yangi dizayn bilan 2025. Ikki xil rangi bor, buni serisi bilan, bunaqa qorasi bor. Xo'p, Skechers bu modelini serisi bilan mana bunaqa baloti rangini ko'pchilik so'rovdi, paftor olib keldik. Balenciaga so'ragan kutgan akalarimiz uchun Balenciaga keldi. Ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r chiqqan. O'sha original bilan birga bir chiqqan varianti, pechatlari, hamma narsasi, og'irliklari ham bir xil chiqadi. Oqi bilan qora rangini olib keldik. Travis Scottlarimizga kelgan. Ranglariga ahamiyat beringlar. Oppoq ranglarini ayniqsa ko'pchilik so'rab yurdi. Buni ham olib keldik. Imam rangiga ahamiyat beringlar. Juda ham zo'r chiqqan. Jordanlarimizda yangi ranglar, 2025 ranglar ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r bilan ham oqqa seri kombinatsiyasi, imam rangiga ham ahamiyat beringlar. Temniy siniga qora kombinatsiya qilingan. Juda ham zo'r chiqqan. Qo'shimcha iplari bilan chiqadi bular. SP Dankga ko'pchilik yashil rangini qidirib yurdi. Yashil rangini olib keldik, paftor razmerlarini. Bunga ham rangini qo'shdik. Buni ham ko'pchilik qidirib yurdi. Bizdan so'rashyapti. Bu ham keldi. Jordanning yashili, ko'ki, imamnaqa oqini ko'pchilik razmerlarini so'rab yurdi. Paftor olib keldik. Travis Scottlarning Break Phantomni, xo'p, bejisi, olivkasi, korishnisini paftor olib keldik, razmerlarini to'ldirdik. Pegasus'ni temniy sinisi oqi, qorasi, oqqa berizoy paftor keldi. Bularni bemalol magazinga olib kelsangiz, internet zakaz sizlarda dastlab qilib beramiz. Hammalarni kutamiz.